Turkiya stilida qurilgan masjidning ichki ko'rinishini bir ko'rib qo'yasizmi, axi? Bir qarang buni. Masjidning ichki ko'rinishi haqida gapirsak, bu qandil. Qandil juda ham nerealniy katta. Bunaqa qandil O'zbekiston masjidlarida bitta dona bo'lsa kerak. Bu masjidda mehrobni qarang, kattaligini, juda katta mehrob. Qandillar ham har biriga Allohning 99 ta ismi yozib chiqilgan. Bu masjidning yana bir ustun tomoni bu uning shirin hidida. Joy namozlarga har xil turdagi atirlar sepib qo'yishadi, namozxonlarga qulaylik tug'dirish maqsadida. O'zimizning o'ymakorlik ishlari juda ham chiroyli olib borilgan bu masjidimizda. Bu masjid haqidagi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlarga yuborib qo'ying.